kirganimizda koridorimiz, o'ng qo'limizda katta общий санузел, раздельный qilsa bo'ladi. Va mana bu yerda katta hol bo'lyapti. Как hol ishlatsangiz ham bo'ladi. Полноценный 3 xona. Bu yerda bitta kattalar yotoqxonasi. Bu yerda mehmonxona, полноценный bezbulg'oy ham xonalar, deraza mavjud. Va bolalar uchun bitta yotoqxona. Приблизительно eniga 3 ga uzunligi 4 metr bo'lyapti. Mehmonxonamiz 4,5 ga 6 metr bo'lyapti. Va mana bu oshxonamiz ham 6 metrga eniga 3,20 3,30 shunaqa bo'lyapti. Holi ham где-то 5,5 ga 3,5 bo'lyapti. Mana bu kattalar yotoqxonasi ham 3,30 ga uzunligi bu ham где-то 5,5 bo'lyapti. Samarqand shahar geofizika hududi Grand Sultandan Pelikroskasiga yo'lning ustida 3 xonalik 100 kvadrat plus holi bilan 4-qavatda liftlari bor. Aslida 7 qavatlik novostroyka. Buni narxini 70 ming deyapmiz. Yana kelishadigan joyi bor. Naqdga ham, rassroshkaga ham gaplashamiz. To'liq ma'lumotni pastda nomerlar qoldiraman. Kimda kim shu hududdan korobka izlab yurgan bo'lsa, bizga murojaat qilinglar. E'tibor uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.